Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hürmetlik ata-analar, şundaqla umaq farzandlarimiz. Anlayotqanlar Güzel Dinim programımızın 23. sani. Hammalarga ma'lum bo'lgandek biz bu programmamizda Mening Güzel Dinim nomli kitobni sunib kelyapmiz. Ta hozirgacha birinchi kitobning birinchi bo'limida inshaalloh kitobning oxirlariga kelib qoldik. Bugun yangi bir bob bilan boshlaymiz. Muqaddas safar Haj babını boshlab bugun boshlaymiz. O'tgan soatlardagi va uning ilgirki darslarimizda biz zakat haqida va uning turlari haqida to'xtalib o'tdik. İnşallah bugün başlaydigan babimiz Haj babi. Bu babda biz hajning hukmi, haj orqali erishadiganlarimiz, haj qilish kimlarga farz, hajga munosabat yerlar, Makka va Madinadagi ziyorat yerlari, hajning farzlari, haj ibadetdagi vazifalar, hajni qandoq qilamiz, umra, payg'ambar alayhissalomning haji degan o'xshash mavzularda to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Mikrofon oldida Abdullah Yalqun shunaqla kichik diktorimiz Qizil Yupurmaq huzuringizda bo'ldi. Diqqat bergaysizlar, oldi bilan biz Qizil Yupurmaqning sunishida Zamzam nomli mavzuliq bu go'zal qissani diqqatingizga sunib o'tamiz. Qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar va qadrli kichik do'stlar. Men Qizil Yupurmaqdan sizlarga o'tliq salom. Tuvanda Zamzam nomli qissani diqqatingizga sunaman. Zamzam. Alloh taolo İbrahim alayhissalomga ayoli Hajar va o'g'li Ismoilni Makkaga elib kelishini buyurdi. Makka Yamandan Suriyaga boradigan karvon yo'li ustida edi. Makkada inson yashamaydi. Ishqidek suv yo'q edi. Qaqqos, qurg'oq bir yer edi. İbrahim alayhissalom Allohning amrini darhol bejo keltirdi. Ayoli Hajar va onasini imlayotgan buvoq Ismoilni ilib yo'lga chiqdi. Uzun yo'l yurgandan keyin Makkaga yetib keldi. İbrahim alayhissalom Hajar bilan Ismoilni mushu yerda qo'yib qo'ydi. Yanida ozroq suv va yemaklik bor edi. Ondan Shamga berish uchun keyniga qaytdi. Hajar İbrahim alayhissalomning peshiga esildi. "Ey İbrahim, ona bola ikkimizni bu odamzotsiz cho'lda tashlab qo'yib, qayoqqa ketyapsan? Bizni kimga topshirding?" deb so'radi. Bu savollarni tekrar so'rgan bo'lsa-mu, İbrahim alayhissalom javob bermadi. Buning boshqa bir sababi borligini tushungan Hajar, "Yoki bunday qilishni sana Alloh buyurdimi?" deb so'radi. İbrahim alayhissalom ayoli Hajarga qarab, "Shundoq, Alloh buyurdi" dedi. Buning bilan Hajar, "Undaq bo'lsa ketavergin. Alloh bizga kifoyadir. U bizni o'z panohida saqlaydi. U eng yaxshi do'st va eng yaxshi g'amguzardir" dedi va bolasining yoniga keldi. Hajarning Allohga bo'lgan ishonchi va taslimiyati uning iymonining kuchli ekanligini ko'rsatib turadi. İbrahim alayhissalom ulardan bir oz uzoqlashgandan keyin Makkani ko'rgili bo'ladigan bir egiz yerga chiqdi. Qiblaga qarab, qo'llarini ochib mundaq duo qildi: "Ey Rabbim, avlodimning bir qismini, ya'ni balam Ismoil bilan ayolim Hajarni namoz o'qisin, ya'ni sana ibodat qilsin deb sening hurmatli uyingning qashidagi ekinsiz bir vodiga, ya'ni Makkaga o'rinlashtirdim. Rabbim, bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgin. Ularni shukr qilsin deb turli mevalarni ularga rizq qilib bergin." İbrahim surasi 37-oyat. Bir mezgil o'tgandan keyin Hajarning yenidagi suv va boshqa uzuq-tuliklar tugidi. Usab mag'dursizlandi. Suti to'xtab qoldi. O'tdek quyosh harorati bilan atrof tonurdek qizib ketgan edi. Issiqda chidig'li bo'lmayotdi. Hajar onamiz bilan Ismoil usab chanqab holidan ketgan edi. Sut emalmagan Ismoil ochliq va usuzlikdan yig'lashga boshladi. Hajar onamiz o'g'lining ochliq va suvsizlikdan o'lib ketishidan ansiridi va chidayolmay o'rnidan turib, o'ng-so'l tarafga qatirib yugurishga boshladi. Ismoilni yotqizib qo'yib yaqindagi Safa egizligiga keldi.
o'ziga yordam qilgudek bireylarni tepish umidida atrofga qaradi. Atrofda insijin yoki bir tomchi suv ko'rinmaydi. Hazrati Hajar Safa egizligida hech kimni topolmagandan keyin Marva egizligiga keldi. İki egizlik orasida bir qancha qitim qatirdi. Safa bilan Marva orasida yugurib taqat qolmagan, yordam qilgudek hech kimni topolmagan Hajar herib halsirgan, məyus holda balasining yoniga keldi. Hazrati Hajar İsmailning yoniga kelib ko'zlariga ishonmay qoldi. Hazrati İsmailning putining ostidan suv chiqayotdi. Hazrati Hajar cheksiz shodlanib, bu suvni bergan Allohga xushallik ichida hamd sano etdi. Eqiyotgan suvga qarab o'z tilida Zamzam, Zamzam ma'nosi to'xta degach suvning atrofini tosh va qum bilan to'sdi. Qong'udek suv ichdi. Hazrati Hajar suvga, İsmail onasining ustiga qo'ndi. İbrahim alayhissalomning duosi ijobat bo'lgan, Hajarning o'g'li İsmail uchun ko'rsatgan fidokorligi Allohni mamnun qilgan edi. Bir kuni Jurhum qabilasiga oid bir karvon Shamdan Yamanga ketyotdi. Hazrati Hajar va İsmail yashayotgan yerdan o'tib ketyotdi. Zamzam baryerining osmonida qushlar uchishib yurganligini ko'rdi. Makkada suv yo'qligini bilganligi uchun hayron bo'ldi. Chunki cho'lda qushlar faqat suv bor yerda yashaydi. Bir kishini ko'zitib o'qishib kelishga avatdi. Zamzam suyining borligini bilgandan keyin hammasi Hajar bilan Ismoilning yoniga keldi. Hazrati Hajar ko'chirmishlarini so'zlab berdi. Karvandagilar Ismoilning esil va muborak bir bola ekanligini bildi. Bu yerga yerlashish uchun Hazrati Hajardan ijozat so'radi. Hazrati Hajar Zamzam suyiga o'zining igidorchilik qilishi sharti bilan ularga ijozat berdi. Jurhum xalqi Zamzamning atrofida kichik bir kent bino qildi. Uzun o'tmay karvonlarning o'tar yerga aylangan Qaqas Makka vodisi keyincha Makka shahri bo'ldi. İbrahim alayhissalomning duosi ijobat bo'ldi. Hazrati Hajarning fidokorligidan Alloh mamnun bo'ldi. Shuning bilan ular va ularning yo'ldan mang'uchilar muborak Zamzam suyi bilan mukofotlandi. Suyimlik payg'ambarimiz mundoq deydi: Zamzam suyi nima uchun ichilgan bo'lsa, shuningga yarasha foyda qiladi. Shifo niyati bilan ichgan bo'lsang, Alloh senga shifo beradi. Ochliqdan ichgan bo'lsang, Alloh seni to'yg'izadi. Ussuzlikdan ichgan bo'lsang, Alloh sening tashnoligingni qondiradi. Zamzam farishta Jibril tarafidan qazilgan quduq, İsmoil suv ichgan yerdir. Dariqutni 3-jild 354-bet. Zamzam ichganda qilinadigan duo. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Allohim, sendan foydali ilm, mo'l rizq va har yerda shifo tilayman. Dariqutni 3-jild 354-bet. Hac degan nima mavzusidan boshlaydi. Hac yilning ma'lum kunlarida Ka'ba va uning atrofidagi muqaddas yerlarni ibodat niyati bilan ziyorat qilish deganlikdir. Alloh taolo mundaq deydi: Hac va umrini Alloh uchun ado qilinglar. Sura Baqara 196-oyat. Payg'ambar alayhissalomdan eng yaxshi amal qaysi deb so'raldi. Payg'ambarimiz Alloh va uning elchisiga iymon etish dedi. Ondan keyin qaysi amal deb so'radi. Alloh yo'lida jihad qilish dedi. Ondan keyinchi deguvchilarga maqbul bo'lgan haj dedi. Buxoriy Haj bobi 4-numurli hadis. Haj orqali erishadiganlarimiz. Haj gap so'z va ish harakatimizni kontrol qilishimizga turtki bo'ladi. Shundaqla qarindoshlik muhabbatimizni kuchaytirib, ummatlik ingimizni taraqqiy qildiradi. Bizni gunoh kirlaridan pokizlaydi va hayotimizni o'zgartiradi. Haj nachar odatlarni tashlash, axloqni go'zallashtirish uchun yaxshi bir fursatdir.
Chunki ikramga kirgandan keyin har qanday bir o'simlikni yulish, tikilgan kiyim kiyish, attir chechish va jadal majra qilishning jazosi bor. Shunga haj ibodatini ado qilayotganda Allohning amr farmonlariga boshqa chog'lardagiga qaraganda texmo bak diqqat qilishimiz lozim. Bu bizning gap so'z va ish harakatlarimizni kontrol qilishimizga turtki bo'ladi. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: Yomon gap qilmay va ig'ir gunoh qilmay haj qilgan kishi onasidan yangi tug'ilgandagidek gunohsiz bo'lib uyiga qaytadi. Bu hadis Buxoriy haj bo'limining 4-bobida kelgan. Haj kuni dunyoning 4 tarafidan kelgan tili, rangi, millati, davlati, kiyim-kechaklari va qiziqishi bir-biriga o'xshashmaydigan millionlagan musulmon bir yerga jam bo'ladi. Dunyoda yolg'iz emasligimizni texmi yaxshi tushunamiz. Islom diniga iymon etgan va shuningga munosib holda yashashga tirishayotgan din qarindoshlarimizning borligini ko'ramiz. Ba'zilari bilan tanishib, har xil temalarda o'zaro fikr almashtiramiz. Xormini tang yeb, zamzamni birga ichib, xo'shallikqa tang kulib, dardga tang yig'laymiz. Birga namoz o'qiymiz, birga tavob qilamiz, birga vaqfada turamiz. O'rtaq dushmanimiz shaytonga birga tosh otamiz. Bu xil uchrashish va hamkorlashish bizning qarindoshlik mehrimizni texmi kuchaytirib, bir ummat ekanligimizni texmi bak his qildirdi. Allah Taala mundaq deydi: Mu'minlar bir-biri bilan qarindoshdir. Sura Hujurat 10-oyat. Haj ichida tavob, sa'i, vaqfa, qurban, shaytonga tosh etish qatorliq ibodatlar bor. Bu ibodatlar bizni ham savobga erishtirdi, hamda gunoh kiridan pokizlaydi. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: Islomga kirish, hijrat qilish va haj qilish o'tmishdagi gunohlarni yo'q qiladi. Muslim iymon bobi 192-hadis. Haj taxminan 1 oy vaqt davomlashadigan va bizni ma'naviy jihatda yuksaltiradigan bir ibodatdir. Hajda hamma ishimiz ibodatni asos qiladi. Tavob, namoz, Qur'on o'qish, zikr va duo qilish qatorliq ibodatlar bilan mashg'ul bo'lamiz. Ibodat bilan mashg'ul bo'lish bizning ko'z qarash, hissiyot va tushunchalarimizni beyitib, hayotimizni o'zgartiradi. Haj bizni maxsus tarbiyalaydi. Bu jihatda haj ibodat va ta'lim-tarbiya lageridir. Hajdan qaytib kelgan kishilarda ko'rilgan go'zal o'zgarishlarning sababi buningdan iborat. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: Mabrur, ya'ni qoidaga uyg'un holda ado qilingan, gunoh va isyon aralashib qolmagan, ixlos va samimiylik bilan ado qilingan hajning mukofoti jannatdir. Buxoriy Umr bobi 1-bob. Meg'iz kampit. Dadam basma quduqdan suv elib, yuzini va qo'lini yuvib, yanchuqidan cho'ng bir qo'l yog'liqni chiqarib, yuz ko'zini surtdi. Chapinini selib, osqiga elib qo'ygandan keyin, din darsida a'lo deb baho oldim dedingmi? deb so'radi. Ha, shundaq. A'lo degan baho bilan birlikda mukofot oldim dedim. Dadam, undaq bo'lsa, "Ma buni ol. Seni kampit bilan tartuqlay" deb to'mpiyib turgan yanchuqidan bir siqim meg'iz kampit elib menga uzatdi. Gullik qog'ozga o'ralgan kampitlarning rangi xilma-xil edi. Qizil, yeshil, oq, seriq. Ammo hammasining ta'mi o'xshash meg'iz kampit edi. Buni ko'rib, Muzaffar muallimning darsda so'zlaganlari yodimga keldi. Muallim qo'lidagi qalamdonni ustalning ustida qo'yib, mundaq degan edi: "Buni Ka'ba deb faraz qilaydi. Buning atrofidagi ma'u 5 tal meg'iz kampit Ka'bani tavob qilayotgan musulmonlar bo'lsin. Qaranglar, bu 5 tal kampitning rangi bir-biriga o'xshamaydi. Oq rangligi Turkiyadan, qahva rangiga o'xshaydigani Afrikadan, seriq rangligi Sharq Turkistondan, qizil rangligi Avstraliyadan, shaptul chechik rangdagisi bo'lsa Amerikadan kelgan qizil tanlik musulmon deb hisoblaydi. Gerçi rangi xilma-xil bo'lsa-mu, ammo hammasi musulmon. Hammasining e'tiqodi o'xshash. Ka'bada bir yerga yig'ilishidagi sababmi shu? Musulmonlarning qarindosh ekanligini butun dunyoga jakarlash uchun
Chunki Allohning kitobi islom qarindoshligini shundoq ta'riflagan. Muallim, ularning rangi muhim emasmi? Deb so'radi Ibrohim. Muzaffar muallim ustaldagi kampitlarni elib uningga berdi. Al ye, ta'min tetib baq, dedi muallim kulimsirab turib. İbrahim tartınğan halda kampitlarni bir-birlab yedi. Kampitlarning ta'mi qandaqkan? Qaysi achchiq, qaysi tatliqkan? deb so'radi muallim. Qizil, seriq, yeshil hammasining ta'mi o'xshashgan. Demak, rangi muhim emaskan. İnsanlarmı shundoq. Musulmon bo'lgandan keyin iriq va rang muhim emas. Hammasi qarindosh. Haj kimlarga farzdir? Allah Taala mundaq deydi. Kuchi yetadigan kishilarning haj qilishi Allohning insonlar ustidagi haqqidir. Sura Ali Imron 97-oyat. Haj aqli hushi joyida, balog'atga yetgan, sayohat qilish erkinligiga ega, hajga berishiga to'sqinlik qiladigan biror kasaldan xoli, hajning chiqimlari va oilasining xarajatlarini qamdiyaligidek mol-mulki bor bo'lgan, bexatar safar qilish imkoniyatiga ega har musulmonning umrida bir qatim haj qilishi farzdir. Hürmetli ata-onalar, shunaqla olmaq farzandlarimiz, shunaqla bugungi Güzel Dinim programımızın 23. sani vaqt münasibati bilan müşahada oxirlashdi. İnşallah yeni bir qatimliq programımıza sizlar bilan yuz ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Duolaringizda bizni unutmag'aysizlar. Qani qizli yupirmoq sizmi xo'shish bo'ling. Hürmetli ata-onalar ve qadrli kichik do'stlar, kelar qatimqi programmamizni ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.